Nima sababdan erkin nisbatan shunday holatlar, ya'ni ajrimlar, baxtsizlik, depressiya, aynan nevroz bu holatlar nima uchun shunchalik bu vaziyat shunaqa? Bu savolga to'g'ridan-to'g'ri bitta, ya'ni javob yo'q. Ayni mana shu sababdan deya olmayman. Buni sabablari ko'p. Ijtimoiy tarmoq. Bugungi kunda biz hammamiz ijtimoiy tarmoqqa qarammiz. Qaramlik o'z-o'zidan bir ruhiy muammo. Bugungi kunda mana SDVG, sindrom defitsita внимания и giperaktivности degan kasallik bor. Bu ruhiy kasallik. Biz hammamiz tarjественно bu kasallikdan aziyat chekyapmiz. Keyingisi, albatta buni inkor etib bo'lmaydi, moliyaviy muammolar. Bizning ehtiyojlarimiz ancha ortdi. Bizga reklama, bizni ya'ni o'ziga rom etadigan narsalar ko'paydi. Oldingi insonlarning ehtiyoji bilan bugungi insonning ehtiyojini solishtiradigan bo'lsa, yer bilan osmoncha farq bor. Keyingisi, insonlarni o'zini o'rganishi, o'zini o'zgartirishga bo'lgan xohishi yo'qligida. Keyingisi bu nosog'lom diniy e'tiqodlar. Din, men o'ylayman, bizga erkinlik, xotirjamlik va baxt ulashish uchun aslini olganda. Oxirgisi bu qadriyatlarimiz. Biz yangi hayotni tushunmayapmiz, biz unga moslasha olmayapmiz, chunki eski hayotni yangi hayotga olib kirishga harakat qilyapmiz.